Tadbirkorlikda bozorning ishlash mexanizmi. Hurmatli o'quvchilar, biznes asoslari o'quv kursimizga xush kelibsiz. Avvalambor, tadbirkorlik faoliyatini olib borishni niyat qilgan inson mahsulotni sotuvga chiqarish yoki xizmat ko'rsatishni boshlashdan oldin ushbu mahsulotga bo'lgan talabning mavjudligini aniqlash kerak bo'ladi. Buni amalga oshirish uchun bozorning ishlash mexanizmini tushunib, o'rganib chiqishi lozim. Shu bois bugungi mashg'ulotda aynan shu mavzu haqida so'z yuritamiz. Bozor mexanizmining asosiy elementlari talab, taklif, narx va raqobat. Bozorga mol yetkazib beradigan har bir tadbirkor birinchi navbatda ushbu mahsulotga bo'lgan talab muammosiga duch keladi. Aytaylik, u shirinliklarni ishlab chiqarishga sarmoya kiritmoqchi, lekin buning uchun birinchi navbatda u shirinlikka bo'lgan ehtiyoj va miqdori qanday ekanligini aniqlash kerak. Chunki talab iste'molchilarning ma'lum bir mahsulot yoki xizmatni sotib olish istagi bilan belgilanadi. Ammo iqtisodiyotdagi talabni faqat xaridorlarning xohish istagi asosida aniqlash deyarli imkonsiz va jiddiy xatolar bilan to'la. Misol tariqasida alohida shuni ta'kidlash mumkinki, deyarli barcha talabalar Nike krossovkasiga ega bo'lishni xohlashadi. Ammo bu poyabzalni ishlab chiqaruvchilar faqat talabalarning xohish istaklari bo'yicha boshqarilsa, jiddiy xato qilishadi. Chunki bunga barcha talabalar qodir emasligini hamma juda yaxshi tushunadi. Krossovkalarni sotib olish istagidan tashqari, iste'molchilarning imkoniyati ham bo'lishi lozim. Buning uchun hamyonda taxminan 200-300 ming so'm bo'lishi darkor. Bunday pulga ega bo'lmaganlar tabiiyki o'z istaklarini bajara olmaydilar. Va bu mahsulotni ishlab chiqaruvchilar bu guruh xaridorlarning talablariga alohida e'tibor qarata olmaydilar. Ehtiyojga ko'ra xaridor sotib olishga qurbi yetadigan bo'lish kerak. Demak, shundan ko'rishimiz mumkinki, ehtiyoj, talab bu iste'molchining ma'lum bir vaqt ichida muayyan narxda, muayyan miqdorda tovarlar yoki xizmatlar xarid qilish istagi. Talabning miqdori xaridorlarning aniq vaqt ichida ma'lum bozorda xarid qilishni istagan va sotib olishlari mumkin bo'lgan tovarlar soni tushuniladi. Talabning narxi esa bu bozorda xaridorlarning ma'lum bir narxga berishga tayyor bo'lgan qiymati. Masalan, Odil doim olma sotib olishni yaxshi ko'radi. Har 1 kilo olma uchun 20 ming so'm narxida 2 kilogramm olma sotib oladi. Taxminan 1 kilogramm olma narxi 10 ming so'mga tushadigan bo'lsa, demak u 4 kilogramm olma sotib olishi uchun 40 ming bahoda olma sotib oladi. Tovarlarning narxini va miqdorining o'rtasidagi bu teskari munosabatni talab qonuni deb atashadi. Tovarlarga bo'lgan talab daromad va narxlarda kutilayotgan o'zgarishlar bilan bog'liq. Agar kelgusi oyda ish haqini oshirish to'g'risida qaror qabul qilinsa, odamlar daromadlari ko'payguncha zudlik bilan ko'proq tovarlar xarid qilishni boshlaydilar. Ular o'z mablag'larining bir qismidan voz kechib, mol-mulkning narxi oshgani sabab kechiktirib bo'lmaydigan xaridlarni amalga oshiradilar. Xaridorlarning ko'payishiga qarab, talabning ham kuchayishi kuzatiladi. Masalan, siz maktab binosiga muzqaymoq rastasini keltirsangiz, ko'plab maktab o'quvchilari tanaffusda bu shirinlikni sotib olishni xohlab, o'sha yerga shoshadilar. Chunki ularda buning uchun do'konga borish hojati qolmaydi. Bu vaziyatda muzqaymoqqa talab ortadi. Yoki yana bir misol, tug'ilishning o'sishi bilan bolalar mahsulotlariga bo'lgan talab kuchayib, tug'ilish ko'paygan sari talab ham oshib boraveradi. Agar talab xaridorlar va iste'molchilar tomonidan shakllantirilsa, bu talab ishlab chiqaruvchilar, sotuvchilar yoki tadbirkorlar tomonidan qondiriladi. Ya'ni yetkazib berishni tashkil qiladi. Biznesni boshlashdan oldin tadbirkor qanday mahsulot yoki xizmatlar talab qilinayotganligini bilishi kerak va u bu zarur talabni qondirish uchun bilim va qobiliyatni ishga solishi lozim. Tadbirkorda qandolachilik ishiga moyillik bor, lekin uning mahsulotlari do'kon rastalariga yetib borguniga qadar buning uchun zarur shart-sharoitlarning yetarlicha mavjudligiga ishonchi komil bo'lishi kerak. Har qanday ishlab chiqarish imkoniyati avvalo foyda bilan bog'liq. Bu shuni anglatadiki, tadbirkorlikni boshlashdan oldin tadbirkor xarajatlarini bozor narxidagi tovarlar narxidan past bo'lishini belgilash kerak. Faqatgina shu holatda siz foyda olishni ko'zlashingiz mumkin. Bozor bu sotuvchi va xaridorlarni birlashtirib, takliflarni
amalga oshiradigan, muayyan to'lovlar va xizmatlarga bo'lgan ehtiyojni qondiradigan mexanizm. Bozorning bir necha turlari mavjud. Mehnat bozori, kapital bozori, valyuta bozori, qimmatli qog'ozlar bozori va boshqalar. Bozorning barcha mexanizmlari taklif va talab qonunlariga muvofiq ishlaydi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bugungi kunda biz talabning qonuniga ko'ra tovarlar narxi va talabning miqdori o'rtasida teskari munosabatlar mavjudligini, ya'ni tovarlar narxi ko'tarilgan taqdirda bu mahsulotga bo'lgan talabning miqdori kamayadi va aksincha, ta'minot qonuni bo'yicha to'g'ridan to'g'ri aloqalar mavjudligini anglaymiz. Agar mahsulot narxi oshsa, mos ravishda yetkazib berish hajmi oshadi. Bundan tashqari, bahoga qo'shimcha tarzda taklif va talabning miqdori ham qimmat bo'lmagan omillar ta'siriga tushib qoladi. Mana aziz o'quvchilar, hozirgi zamon talabiga javob beradigan bozor mexanizmi haqida qisqacha bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'ldik. O'ylaymizki, orangizda kelajakda tadbirkorlik bilan shug'ullanishni rejalashtirayotganlar yo'q emas. Bizning o'quv kurslarimiz sizlar uchun ajoyib ko'makchi bo'lishiga ishonamiz va sizlarga doimgidek omad va zafarlar tilab, kelgusi darslarda ko'rishguncha deb qolamiz. Hurmatli o'quvchilar, sizlarga o'tilgan mavzudan savollarim bor. Birinchi savol: tadbirkor bozorga mahsulotini chiqarishda birinchi navbatda nimalarga e'tibor qaratish kerak? Javob: mahsuloti bozorda qanchalik talabga ega ekanligiga e'tibor berish lozim. Ikkinchi savol: tadbirkor ishlab chiqarishda iste'molchining talabini inobatga olishi lozimmi? Javob: albatta. Uchinchi savol: ehtiyoj nima degani? Javob: iste'molchi, ya'ni xaridorning ma'lum bir narxda va miqdorda tovarlar va xizmatlar xarid qilish istagidir. To'rtinchi savol: bozor sharoitida talab qonuni qanday bo'ladi? Javob: tovarlarning narxi va miqdorining o'rtasidagi munosabat talab qonuni deyiladi. Beshinchi savol: biznesni yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan tadbirkor qanday talablarga rioya qilishi darkor? Javob: bozordagi vujudga kelgan talabga rioya qilishi darkor. Oltinchi savol: bozor qanday turlardan iborat? Javob: bozor mehnat bozori, kapital bozori, valyuta bozori, qimmatli qog'ozlar bozorlaridan iboratdir.